Hamma mendan Dilbar qo'lingizdagi bilaguzukga qayerdan olgansiz deb yozishyapti. Qayerdan olgansiz? Nima yechmaysiz uni? Qanaqa tushuntirsam ekan, men buni yechaman. Quvvatim ketadi. Nimaga? Nima degani u? Magnit. Men tokka bora olmayman. Nega? Kipsiz qolmayman, pildan suqolmayman, tez qolmayman, pildan suqolmayman. Tok uradi. Sizni tok uradimi? Qanaqasiga? Bilmayman qanaqa. Qo'lingiz tiqmasangiz tok urmaydi. Mana onam choy qo'y deydi. Kipsida qo'ymi choynakka? Уже tok tiqqandan keyin boshdan o'shaning uchun yo yerdan bo'ladimi yoki energiya ham bormi? Keyin turnoqning ichidan tok chiqadi. Tirnog'ingiz Ichidan tok chiqadi. O'shaning uchun mana shuni taqvosiz tok olaman, u tok tushib turadi. Chunki temirda tok temirga uriladi. Temir uni magnit. Men bir ikki marta o'chqizildi ham, dada qo'lim tok uryapti dedim. Angorga tushsa yurchaydi, bilar ekanmi? Tanladi. Shuncha bilaguzuk olib ber taqib qo'ydi. Oyog'imgacha qo'yguncha taqib qo'ydi. Yo'q. Keyin qarab tok o'zi o'chdi.